Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi Berekatuhu. Kaderlik Fitrat TV'ninki körürmenleri. Bugünkü Kur'an Nuri aslıda erkin sohbet programımızdaki 3. kısmıda yani biz Abdülkerim Zahir Ustaz bilen birlikte Kur'an Nuri aslıda erkin kem kuşağı sohbetlerini elip varımız. Hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk. Aldığınki saatlik iki bölüm programında siz bilen bazı birincisi de sizinle tanıtıp özümüzle tanıştık verdiniz. İkincisi de kanalımıza gelgen bazı suallarını sorgan bulduk. Bugün yine şu suallardan devam edin. Yani hak doğruluk, hakikaten nimelik doğruluk biraz sözledik. Ondan hakikatte kandak çın turmayız diyende yani muhlisin dinini %100 yani Kur'an'a asasen mektiş doğruluk, Kur'an'a itaat kış doğruluk sözlep öttük. Hem de kanda kısak, kanda kısam tapkan hakni saklap kalalayman, hak bilen batılını ayrışta ölçem nime doğruluk biraz bizge sözlep versiniz. Rahmet. Hak hem de Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de Kur'an'ı tasvirlep Kur'an-ı Kerim'nin bir hak kitap ekanligini bizge düşendirdi hem de. Min Rabbikel Hakku degan ibarali var Kur'an-ı Kerim'de. Bu Kur'an-ı Kerim senin perverdigarыңdan bo'lgan bir haqiqatdir deydi hem de. Bundan başka hakikat yok. Dünyada hakikat fakat bir bo'ladi. O bir fakat Kur'an degan gap. Hem semaviy kitaplar hem haqiqatni özgertilip ketkendigini, haqiqatligini yo'qitib qo'yganligini ham tamamen emas, hem de bir qism undan keyin Alloh taolo shu haqiqatning kopiyasi shaklida masalan. Eng oxirida bu Qur'oni Karimni keltirishlik insonlarga hozirgi bizniki qo'limizdagi bu Qur'oni Karim hech o'zgartirilmagan holatdagi bir haqiqat hamdi. Endi bu haqiqatni qanday saqlab qolamiz degan bu savolga birinchi masala haqiqatni birinchi yerlashtirish masalasi bor adam kallig'ichi. Kallig yerlashtirib bo'lgandan keyin uni saqlash tarafi. Yerlashtirish o'tgan dedik, hamda yerlashtirgan vaqtida Alloh taolo bizga shu koni e'tiqodlarning ichidagi narsalarni saqlab qolish orqali saqlab qolib uning to'pisiga ma'noning o'zini alqi gezning to'pisiga xat yozgandakchi. Gezning to'pisiga xat yozsak, xatnima ancha chalib chiqib o'qig'li oldi yozgan xatnima, ostidagi xatnima chalib chiqib o'qig'li oldi emasmi? Endi ish kelsa toza alqi emirchimirib toza alqi aniq bilgilanmagan bo'ldi endi. Demakki Alloh taoloniki bizga yo'l qo'ymagan tarafi shu endi. Gazetning to'pisi xat yozmanglar deydi-da. Shu oq qog'ozga yozinglar uni. Chunki bir rivoyat bor. Yulad ibn Adem'e ala fitratin velakin abawahu yuhavvidanihi ve yumeccisanihi ve yunassiranihi degan bir rivoyat var. Kur'an-ı Kerim'de insanın Allah Teala şu fitratga yaratganligini so'zlaydi. Fitrat degan nima degan vaqtda fitrat şu Kur'an-ı Kerim'deki yani Kur'an-ı Kerim degan gap bo'ldi mana shu vaqtda. Kur'an-ı Kerim'ning ustiga yaratdi degan gap. Bu nima degan gap bo'ldisa insonlarniki vujudida yaxshi ishni yaxshi ko'radigan, yomon ishlarga nafratlanadigan yoki qarshi turadigan bir xil tuyg'u bilan yaratdi masalan. Tabiati. O insonning tabiati u. Onun uchun Alloh taolo bu yerda Qur'oni Karimni jihyalida tazkira deydi-ku. Tazkira degan nima desa, xotirlatma degan bo'ldi. İnsanın vücudunda şu narsa qachilangan holatda yaratildi degan gap. İnsanın vücudunda shunday bir haqiqat qachilangan, haqiqatni qo'llaydigan, to'g'rini qo'llaydigan, yaxshi ishni qo'llaydigan, go'zallikni qo'llaydigan, endi go'zallik degani o'sha haqiqatga nim qilgan go'zallik demak nima emas. Ma'ruf bilan munkarni farqlantirdi. Farqlantirgan bir xil go'zallik. O'sha go'zallikni qo'llaydigan bir narsa bilan yaratdi inson degan gap. Tabiat. Her qanday tabiat, inson tabiati. Demak, her qanday kafir olsun, mushrik olsun, Yahud Nasara olsun, dunyodagi bo'layotgan yomon ishlarni cin gapni qilib baqay mush qanday desa, o'sha odamning o'zi
muqarrar holda ashuning o'zini yomon ish ekanligini deydi. Buning inkor qilgan hech qanday odam yo'q. Araq ichib, mas'ul bu yerda daldan shuga odamda hech qanday bir odam mush to'g'ri qilyapti demaydi. Misol, bir o'zi zina qilishning o'zini, masalan, qalaymagan ayda zina qilishning o'zini dunyoda hech bir inson mush to'g'ri qilyapti demaydi. Ashu rasmiy ko'nglingdagi so'zlar desa hech qanday bir insonli bo'ldi ekan, o to'g'ri demaydi. So'zlamagan taqdirda vijdon azobi chekadi deysizlar. Masalan, ba'zi odamlar deydi, bir yomon ishning o'zini men mush ishni qilay degandim, ammo vijdonim qo'ymadi deydi-ku. Vijdonim qo'ymadi degan nima desa, insonniki vujudida shu ishniki xatoligini topadigan, vijdon degan tepish degan gap aslida-ku. Shunda xatoligini topadigan va xatolikqa qarshi turadigan bir o'zi energiya bor degan gap. Alloh taolaning bu kitobi, ya'ni Qur'oni Karim nima uchun tushdi desa, shu energiyani qo'zg'ash uchun tushgan kitob endi u. İnsanın vücudundaki haqni qo'llash, batil qarshi turish energiyasini qo'zg'ash uchun. Innaha tazkira faman sha'a zakara degan oyatlar masalan, Qur'oni Karim bir xotirlatmadir. Faman sha'a zakara. Xolgan odam uning o'zini xotirlasin. deydi. Bunun o'zi nima desa, shu bayman deganda o'xshash, vujudidagi shu energiyani qo'zg'ash orqali insonniki fitrati bilan Qur'oni Karimni birlashtirish. Onun uchun hamda biz Qur'onni yodlasak, undan keyin bu nimani texim yaxshi qila olamdik yoki bo'lmasa, yoki Qur'onni texim yaxshi tushunsak, texim yaxshi bu nimamizni amalga oshira olamiz. Masalan, ba'zilar Qur'onni yodlaydi, lekin ömür bo'yi bu nima deganligini Qur'oni Karim ma'nosini tushunmay o'tib ketgan insonlar bor ekan. Shu bu jihatdan hamda ba'zilar agar biz Qur'onni yodlasak oltin tosh kishimiz jannatda deb barliq vaqti, barliq ömür shuningga pido bo'lib ketaylik. Yaxshi ko'ngil, yaxshi niyat. Ammo bu Qur'oni Karimni agar shu bizning shu bizga xotirlatmoqchi bo'lsa, yodlash orqali xotirlanamdi yoki bo'lmasa tushunish orqalimi bu to'g'riliq. Endi yodlash masalasiga kelgan vaqtda uni to'liq tushunib Qur'oni Karimni, undan keyin yodilsa, texim yaxshi bo'ldi. O adam tushunib Qur'onni yodilsa, texim yaxshi bo'ldi. Men demoqchi o'g'lim bu yerda nima desa, Qur'oni Karimni yodlash birinchi o'rin turmaydi. Uni tushunish birinchi o'rin turdi. Tushunish birinchi o'rin turdi. Nima sababdan desa, masalan, Payg'ambar alayhisalom Qur'onni yoda olganlik sahada hech qanday rivoyat yo'q. Hazrat Umarning o'zi shu Payg'ambar alayhisalomga qancha yil islomni qabul qilib, Payg'ambar alayhisalomning aqishini agashgan aniq esimda qolmadi. Hijratdan 9-yilga deymi? Shu atrofda. Hijratdan nima? Besat nubuvatdan 9-yilga deymi? Nubuvatniki 9-yil deganda hamda Payg'ambar alayhisalom 14 yil birga yashadi, birga o'tdi degan gap hamda Payg'ambar alayhisalom aqishdan mangdi degan ma'noni chiqdi hamda. Hazrat Umarning o'zimi hamda shu rivoyatlik qargan vaqtida bir Sura Baqarani yod bildik hamda. Qolgan o uşaq sörülünü yad bildiğin ama Emmedin tövünü değil, mesela bir yaparını yad bildiğin ama aşı Sura Baqarani yad bildik. Rivayetli qarganda. Ama ular Qur'onni tushungan hamda. Ebu Bakrning qari to'g'riliq chiqqanda, qari bo'lganligi to'g'riliq qanday bir rivoyat yo'q. Zaten 4 xalifaniki Osman to'g'riliq ba'zi bir rivoyatlar bor. Qolgan o'zi Hazrat Ali, Umar, Ebu Bakr to'g'riliq bunda Qur'onni yod oldi degan sahadında narsa yo'q. Ammo u vaqtdagi yod edish maqsadmi boshqa bir xildi. Nima desa, Qur'oni Karimni yozdigan narsa toza yetarli emasdi. Ash sababdan ham bir tarafdan o'zi yozatdi, ham bir tarafdan aşı yod oladi hamda. Shu vaqtda bir men atrofida bo'lishi mumkin, ayndaq insonlar yod olgan, shundaq ishlar bo'lgan ekan. Bunun o'zi shu Qur'oni Karimniki yo'qolib ketmasligi uchun yod olgan hamda. Keyin shu Abu Bakrning zamonida Qur'onni qoidatini bir rətlab aşının özünü qayta kitap altıga akilib rətlab olgan endi Peyğəmbər zamanında zaten. Onu heç qanday elişib ketken yeri yo'q. Şunun özünü kitap altıga akilish jarayonlarida şu qariyilni yig'ib kitap altıga akelgan Qur'oni Karimni. Ama hozirgi vaqtga kelgan vaqtida Qur'oni Karimni shu ichidagi mazmunni yaxshi tushunib, Qur'oni Karimning ichidagi farzlardan, masalan, farz
әйінден башқа, демекші оғыным намаз, оқыш, her şəxsiyiniki özü qıldığan bir pərizlər var. Muş pərizinin sırtıda pəriz kifayət edigan ilim fen sahası deyimiz, məsələn, hünər kəsb sahası deyimiz, nəxmi yaki. Aşındaq sahadın, Qur'an-ı Kerim'den neki aşı pəriz kifayət sahası deyildi bunu. Aşından bir ya iki, cihvozdak 3-4 tutup kəsdək yaxşı, aşındaq sahada yaxşı oqып bolğandan keyin Qur'an-ı Kerim düşünüşül birge. Onun töpsüge emdi, vaqti bək eşip ketip, Qur'an-ı Kerim yad alam dese, o texin bək yaxşı oldu emdi. Lekin oqumay turup, Qur'an-ı Kerim düşenmey turup, Qur'an'ı yad ep qoyuş, hiç qanaq iş qiyarmaydı. Hiç qanaq iş qiyarmaydı. Demiş ki, Qur'an-ı Kerim'de, Allah Teala Qur'an'da deyil bunun özüne. Yahudiların alimleri toğırlıq məsələn, Kemeseli himarın yehmel asbara degen bir ayatlı var məsələn. Bu ayatlı mı? O Qur'an-ı Kerim'de haqiqat türde kötəmgen, yani özü kötəmgen insanlar o nimge oxşaydı dese, dönbüsü bir tağa kitabını atıp koygan eşek oxşaydı deyen gebimdi. O eşek şu Qur'an-ı Kerim şu kitaplardan hiç qanaq payda alanmaydı da. Payda alanmagan nima dese, Qur'an-ı Kerimni yad edip, onunki mazmundan hiç qanaq payda alanmagan adamlar aşındaq oldu emdi. Demek ki oğlum nima degan vaqtda bu yadağı adamını düşegenlik emas. Aş yadağan qarindoshlarimiz birinchidan Qur'oni Kerimning mazmunini yaxshi tushunishga tirishish lozim. Birinchi qadamda biz kerak bo'ldigani shu. Qur'oni Kerimdan bir para ya ikki para yadasi bo'ladi. Va uning yadasi vaqtiyasi hammasini yad etsa yaxshi bo'ladi. Va lekin mazmunni bilmay turib yad elish u odamni hech qanday yo'l olmaydi. Hozir men mana shu Tevratniki bir nimalarni ko'rgan, mana shu masalan Musa alayhisalom tushgan holatda, mana shu ibroniy tilda tushirilgan Tevrat. Hozirgi vaqtda shu tilni to'liq bilgan odam yo'q. Injil shundaq. Ashilning o'zini masalan keyingi zamonlarda yangi ahdi deb shundaq injillarni chiqargan bular. U alqi Musa alayhisalom, Isa alayhisalom o'lib ketib o'z necha 100 yildan keyin chiqargan injillar var. Ular şu İncilni o'qiydi, shu alqi odamlarga masalanchi. Va lekin o'lim jitim. Nazir chiroqdek ashundaq bir diniy sorun deyli. Diniy sorun bo'lib qolgan vaqtda shu koni ahdi deb, shu koni Tevratning o'zini o'qib duo qildi-chi bular. Uning hech qanday mazmunini bilmaydi masalan. Uniki mush 50-qismgachilik bir qor nima qilibdiki, 50-sura deyli, shu 50-suragachilik tarjima qilibdiki, bir qor. Onu da bütünlüğü aşağı Peygamber nima yer şarındaki yani kainatın yaratılışından başlayıp Adem Aleyhisselam'ın yaratılışından başlayıp Kabil, Habil ve Qasseden Nuh Aleyhisselam'ın tufan balası deyimiz İbrahim Aleyhisselam'ın koşup ta ki İsa Aleyhisselam olacak. Tevrat Musa Aleyhisselam olacak. İncil İsa Aleyhisselam olacak. Bütün ceryan bağımdı. Şu kitaplarda. Ama özgert tutkan yeri var. 5 yılda özgert tutkan yeri var. Allah Teala özüge oxşaydigan bir məxluqning özünü yer şarı yaratmakçı bolğan. Onun üçün Allah Ademni yaratdı deb Ademni nimege Xudoga oxşitib andaq nim qildi, özgertib yer açışı bununki. Onu nimege özgertdi dese, Yahudilar Uzeyrni Allah'ın balası deyiş üçün, Hristiyan yani Nasaralar İsa'ni Xudo'ningki o'g'li deyish uchun 5 yil o'zgartirdi nimaning o'zini masalan. Maqsadlik holatda o'zgartgan hamda. Qolgan yeri jiq yeri o'xshidi, %70%, 60% desek 70% asosan o'xshidi. Uning esa jiqaroq bo'lishi mumkin. Ash Tevratning original qismi deydi. Original qismini ash qalamda o'zgartirayotgan shunday yerlar bor. Ham ikkinchi ahdisi tamoman o'zi İsa alayhissalomdan 350 yil atrofida keyin masalan o'zgartirilib ketdi. Aşının özüge faqat İsa alayhissalom shu vaqtda mandaq qilganmish, andaq qilganmish, aytganmish, so'zlaganmish, deganmish, o'rgatganmish degandek ashundaq mishmish andaq rivoyatlarning o'zini yezib onu Tevratning ikkinchi ahdisi deb eng xatarli holat Tevrat deb at qo'ygan bunga. Bizdagi hozirgi olimlarniki eng o'zi o'tgan masalan Imom Buxoriy, Imom Muslimniki eng yaxshi qilgan tarafi nima desa, ashining o'zini Qur'onning ikkinchi qismi deb etmay, shu Sahih Buxoriy, Sahih Muslimnichi aş rivayet deb yezib etgan aşagichi. Ravahul Buxoriy, Ravahu Muslimun masalanchi, Ravahu Tirmiziy degan o'zi nimasi borchi aşada. Bu rivayet deganni uch qashqar yozgan bo'lar. Ashili bilganda shuni. Biz ba'zi yerda bu Qur'onni tashlab qo'yib ashunday hukmni shu hadis kitoblardan olamiz-ku. Qur'onga to'g'ri kelganni nim qilish bu usul fiqh usul nimadan bor bu.
usul fiqi, usul hadisildin ba. Şu bir rivayetni keltirdi aşağıya. Teksirul ahadisu ba'di degan mazmunda şu nima, oxirgichilik mendan keyin ko'p hadislar paydo bo'ldi. Payg'ambar alayhisalom ashtaq degan deydi. Ko'p hadislar paydo bo'ldi. Kimki mening haqqimda bir narsani rivoyat qilsa, uni Qur'onga tatbiqlang, Qur'onga to'g'rilanglar deydi. Qur'onga to'g'ri kelsa faqbaluhu, uni qabul qilinglar. Qur'onga to'g'ri kelmasa, farudduhu, uni rad qilinglar deydi. Bu o'zi bu rivoyatga emas, umumiy dunyodagi yozilgan kitobning hammasiga o'rtaq bir nima bu. Bir o'zi ta'lim hamda bir metod, usul. bir usul. Qanday degan vaqtida dunyoda mayli qanday kitob bo'lishini qat'iy nazar, shu kitobning har qandig'ida bir o'zi sahada so'z chiqsa, o so'z Qur'oni Karimga to'g'ri kelsa to'g'ri bo'ldi. To'g'ri kelmasa-chi, rad qilindi degan gap. Ya'ni la raybe fihi degan kitob, O'sha kitob shu desizlar. Endi bu dinni saqlab qolishdagi usul mushundaq bo'ldi endi. Bu dunyodagi kitobni ko'rib lekin, masalan, Darwinning kitoblari, Marx Engelsning kitoblari va masalan, Mavzudniki tanlanma masalalar masalan, men 5-tomni davomli o'qiydim. Darwinning kitoblarini o'qiydim masalan, Marx Engelsning kitoblarini shu vatandagi vaqtida o'qigan jiq. Hatto Gitlerning jiq o'zi odamniki kitoblarini o'qiganman. Hatto Tavrat, Injilniki arabcha, uyg'urchalarni hammasini o'qigan. Uyg'urchasini 2005niki, 2005-yil 1-oyning 1-kuni besilgan basmasini o'qigan. Demak, bu nima degan vaqtda dinimiz nima sababdan masalan o'zi musulmonlar nima sababdan buni birinchi beshitga kelgan narsa-ku. Musulmonlar nima uchun shunday bir holat kelib qoldi? Nima uni keltirib qo'ygan bu holatga? Mening intayin ichimni siqirgan bir masalachu. Arablar davlat ulush ayir qilib qolsin, qabilalar so'qishib, hatto o'zining qizlarini tirik kun botadigan darajadagi shundaq o'zi vahshiy, shundaq bir holatga kelib ketgan ayndaq bir millatning o'zini Qur'oni Karim qutqizib, imperiya quradigan bir holatga kelgan hamdi. Ash Qur'ondagi va antumul a'launa in kuntum mu'minin degan oyatni ash Qur'on shu arabni ash holatga kelib ashlab isbotlab chiqqan. Payg'ambar alayhisalom 23 yillik jarayoni va 4 xalifaniki 30 yillik jarayonni hammasi qo'shgan vaqtda shundaq o'zi hatto Erondan tortib, masalan, shu Turkiyaga kelishlik, Turkiyaga kirmagan bo'lsa, Suriya hammasi shuning ichida. Turkiyaning bir qismi yerlari bor, Xitoy deganni masalan. U Afrikaning Shimol Afrika masalan, keyingi zamonda masalan Andalus deydi, shu Ispaniyadan tortib hammasini shundaq nim qilib, hattoki u islom deganni O'rta Osiyodan tortib, Janubiy Osiyo degan Hindiston, shu Malayziya masalan, Indoneziyaga ketdi masalan. Shuning hammasi sababi nima degan vaqtda o Qur'onning ichidagi haqiqat buni nima qilayotgan. Bu ashundaq bir o'zi bir haqiqat bo'lganligi hamma odam uni qabul qilsa keladi-da. Buni burunqilar qandoq o'zi tegishtirayotgan ekan masalan, shu nima uchun ular mag'lub bo'lgan? Buniki hikoyasini, bu tarixni o'qisa, masalan, Yahudlarnikini. Yahudlar nima uchun shundaq o'zi dinni nima uchun shunchalik xorizorlikni tatgan? Masalan, Nasoralar shunday xorizorlikni tatgan. Onun uchun Osmanlıga shunchalar o'zi jiq Nasoralar Yevropadagicha kuch yetmaslik sababi nima desa, ashundaq o'zi nima uni epmangdigan sistem xatoda. Tavratning butun o'z sistemlarini, e'tiqodiy sistemasini o'zgartirib o'tgan. O sababdan o sistem xato bo'lgandan keyin zaten xato yegmag'di. Xato narsa insonni xato manzilga olib bordi. Onun uchun ular o'z birlik yo'q, ittifoq yo'q, jasorat yo'q, ashunday bo'lib ketgan endi. Musulmonlar keyingi zaman nima uchun mag'lub bo'ldi desa, u ashlarni ashini bilib, andaki oxirsida musulmonlarniki e'tiqod sohasiga nurg'unlagan ashundaq o'zi kitoblarni yozib etgan. Nurg'un odamlar diniy qalpoqni kiyib olgan Yahudlar, masalan, Nasoralarniki nurg'un olimlari diniy sohada aqida kitoblarini masalan yozgan. Men Angliyada bir jami kirib, bir o'zi turk aloqalar bilan paranglashib qoldim, o'qisam. Hozirgi zaman deganda shu Google mufti hammaga javob beravergan ketdi-ku, hozir deb kuldi-chu. Google hamda internetda Googlening o'zini Google mufti deb at qo'yibdi. Nima ish qiladi desam, buni biz bilmay yurib, ba'zan nimaga
мәселеге жауап тапыш үшін ашының өзін етек қысақ нұрғын жауап береді, нұрғын ішкі жауап берге елі бар дейді. Кейін ашының өзін шындақ сүрішті қыса, ашының өзінің ağzından çıkan gap. Aşılının ki ahkam sahasındaki işlerine, nurgullarga, akid sahasındaki bu nurgun işlerine aşının beşide asasen degidek %60-70% degidek şu Hristiyan yoki Yahudilar cevap bergide. Demiş qarşı o davamlıqan tolğap musulmonlarni o'rgatmaydigan bir sistemaga ekib qo'yish lozim. Musulmonning kallasini qaymoqtirish lozim da ularniki maqsadi. Buning uchun qilayotgan narsa. Demek ki nima desa, dushman kuchlik. Hem o'zi kallasi ishlagan bir dushman bo'lib qoldi hozirgi vaqtda. Uning uchun musulmonlar nihoyatda hushyor bo'lmasa bo'lmaydi. Hushyor bo'lish uchun bu yerda hamma ishni muqarrar holda tatbiqlaydigan bir o'zi eng shu toza, eng to'g'ri bo'lgan bir sistemasi bo'lish lozim. O sistemni nereden topamiz biz? O sistemni biz nurg'u yerdan izlab ko'rgan zodi shu vaqtning o'zida qo'limiz tursa. Men uning uchun bizni shundoq yerga olib boradigan faqat bir sistem bor. Mana shu. Qur'on. Qur'onda boshqa sistem yo'q. Mesela Avrupa'daki nurgun mesela ictimai tüzümlerde mesela başka sahada mı devlet başkuruş bütün sahalarındaki nurgullarda İslam'daki özü kanunlarının özü ele bağın neyse bekçikçi. İslam dünyasında, İslam memleketlerde unçola yok. Yani Müslümanlar yaşayan yerde unçola yok. Lakin aşı Hristiyanlar yaşayan yerde bu Kur'an'daki ictimai tüzümlerden nacih nesine ağın. Kur'an-ı Kerim'ge itiqat qısın, qımısın. İslam'ı kubul qısın, qımısın. Muş Kur'an-ı Kerim'deki sistemi doğru kelse o adam dünyadaki özü işlerde bir neticeye erişalaydı diyen gibi. Neymiş kadar Kur'an'daki sistemde o. Onun için Kur'an'daki sistemi hemen onu doğruya yapar diyen gibi. Çünkü şu Kur'an'ı nazil kılan Allah mı? Şu Avrupalıkların, şu insanların yaratkan mı? Yine şu Allah. Ondan olan ki. Hem de eğer itiqat kılıp, ben Allah'ınki tüzepegen sistemisi boyunca meni atıma. Ben aşkına öyle meni işim gerek. Diyen niyet bilen Allah'ını eslep, mundak özü mansa, o vaxtda o adamlık ne oldu? O vaxtda kıyamet günü sevap oldu diyen gibi. Dünyada onun neticesi oldu, kıyamet onun sevabı oldu. Eslemese dünyanın neticesi oldu, kıyamet sevabı olmaydı. İbadet bu. Bütün dünyadaki işlerin hemmisini Müslümanlığı Allah Teala وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُونَ diyen ayet bilen öz bizge bildirişteki maksat ne bu ayetteki diye vaxtıda biz ibadet insan bel cennet ibadet kılış için yarattım diyen söz bütün iş hareketlerde Allah Teala'nınki prensipi aslında yani prensipinin içinde kitabatkanlığını his kılıp iş kılışını bizge tövsiye kaldık. Navaylık kısaqtı, kasaplık kısaqtı mesela ticaret kısaqtı ya ki her kandak işte şu sahada Allah Teala'nınki belgilegen belgilemesi var. Biz aşı belgeleminin içinde menişimiz yani aşı Allah Teala muş sahada mesela ben kasaplık kılıvatma, göçün cınlap verme. Bu cınlığa vaxtı ben mandak kılışım gerek. Adil buluşum gerek. Cınlı doğru tutuşum gerek mesela. Degendek mundak prensipler var mesela her sahada. Aş prensip boyunca işqa vaxtıda o işi hem doğru kiteverdi, işqana bir adam cedel qılmaydı. Çünkü o adam doğru qallığı için. Dünyada hem o doğru adam bolğanlığı için işi ravaç tapıdı. Ahiret çötse, Allah'ın nizam boyunca manğallığı için ahiret o adam sevabını tapıdı diyen gibi. Hem bu dünyada emel oldu, emel salihat oldu da işi, dünya ne ahiret ibadet oldu diyen gibi. İbadet bu. Müslümanlar qanday qıldı hazır? İbadet nima deb oylaydı? Köpünçe hemdi. Oylaydiganlar bardı belki ama köpünçesi şu meşit kirib 5 namaz o'qiganni, yiliga kelgan bir oy ro'zani tutishni, hajga berib haj qilishni ibodat deb qaraydi. İbadet degani bizning mangan, tugan, so'zlagan, masalan o'zi qilgan muomalamiz, masalan xashlagan pullarimiz, yegan tamoqlarimizgachilik hammasida Alloh taolaning o'lchami bor. Shu o'lcham bo'yicha ish qilishni, Allohning qo'ygan prinsipi va prinsip qo'ygan o'lcham bor bu yerda. Shu o'lcham bo'yicha, shu prinsipni shu o'lcham bo'yicha yapmangan vaqtida o nima bo'ldi o ish? Emel salihat oldu. Onunki dünyadaki terpi ne oldu? İbadet oldu diyen gibi. Biz işkili işini şu vaxtda bir yapmamız diyen gibi. Yani doğru bilen hatanı, hak bilen batılını ölçediğini
Furqan bo'lgan Qur'on. Qur'on. Qur'ondan boshqa uni o'lchaydigan narsa yo'q. Ham nurg'un insonlar bor, mana shu o'ziniki hamda bu xona kirib, bu tarafga kirib ketsak, ham uzun bir vaqtni olib ketadi, lekin 3 minut vaqtimiz. ammo bir nurg'un insonlar bor, o'ziniki u dunyolikdagi ishini, yana bu dunyoda shu bir qism qilolmayotgan ishlarning hammasini Allohga atib qo'yadigan ishlar yomon jiqchi bu. Allah nisb qilamish. Masalan, namoz o'qiganda Xudo nisb qilgan bir kun qilamish o odamlar. Bundaq ishlarni nihoyat jiq. Ammo o'zi Alloh taolo Odam alayhisalomni yaratgan vaqtida u odam Xudo buyursa deydi bir nurg'un odamcha, Xudo shu vaqtda buyurib bo'lgan insonni yaxshi qilishga, yomon ish qilmaslikka buyurib bo'lgan. Eng oxirgi qatim buyurishi mush kitob bilan buyurdi endi. Davomli buyuryapti bizni Alloh taolo. Xudoyim yana buyursa degan odamning o'zi vaqo Xudoning ma kitobini tunmagan odamlar. Bu kitobni tunish uchun biz yani buningki tercümeler var, her xil tercümeler var. Mesela Türkiye'de mi bir 200 yıla yakın tercümeler varken bizden Uygurlarda mı Muhammed Salih Damollam'dan Allah razı olsun tuncu kadın çıkan tercümeler. Yani tercümelerge asasen biz eğer ne demek şikayetlikini ügensek bu cihette bir başka bir nümümüz yoktu. Hatalık kitip kaldıgan yaki. Hem de şu tercüme kılan alimlerimizden Allah razı olsun. Lekin aşını ki doğrusunu tapaman dese tercüme kılınan Kur'an'ını cık okuş gerek. Bir adamlıkını okumay, aşını doğru adap durmamasınca cıkını okuş gerek. Çünkü ben Mehmet Salih'niki tercüme Kur'an'ını ben okup çıkan halcı yerlerini bizim vatanda şu tercüme kılınan Kur'an'la hemmesi asasen Ehl-i Sünni vel Cemaat'niki itikadı degen bir itikadga selinip tercüme kılındı. Çünkü şu alimler hemmesi şu itikadını okugan, aşını kallısıga yerleştirgen, Kur'an-ı Kerim'deki nurgun nesler şu itikadga boysundurulgan asasda tercüme kılındı. Aslında Kur'an-ı Kerim'de tercüme kılan adam bütün öz itikadını unutup ketken şart asıda fakat Kur'an'daki bir ayet, yani bir ayet öyle tefsir şerilaydigan, tefsir bayan kıldıgan bir kitap emas mı bu? Kur'an içinde insan alim bu adam düşenmekdek bir mesele yok hem mana vaqtida. Onun için Kur'an'ı Kur'an bilen şeriylep durup, Kur'an'ı Kur'an bilen düşünüş. Mesela bunda holatda tercüme kılınsa, o vaqtda hech qanday xatolik chiqmaydi, uni %100 endi qo'l qo'ysak bo'ldi. Lekin men o'qigan bo'lganligi uchun deyatim buni, uni tamoman xato degan yerim yo'q. Lekin ashunda xatolik bor. E'tiqodi jihatda xatolik bor bu yerda. O tamam. Yeni birisiga bizning Uyg'urlarda yani alimlar olgan hürmetning qattiq cho'nglig'idanmi yoki bo'lmasa shu tarjimini Qur'onning o'zi deb qarab oladigan bir xatolik bor. Bu Qur'onning o'zimi? Eğer men hozir degandek, ashning o'zini bir qancha olimlar to'plashib, masalanchi, ash Qur'onni masalan bir oyatning o'zini iymon degan masalaga kelgan vaqtda, Allohga iymon degan vaqtda, butun Qur'oni Karimdagi Allohga iymon sohasidagi oyatni bir yerga to'plab, shuni umumiy bir xulos chiqaribchi, qilsa, u vaqt Qur'onning o'zi bo'ldi. Unda ayrim tarjima qilib qo'ygan narsa, o insonlar tushunolmagan qoldi. Aslida Qur'ondagi maqsad bu. Payg'ambar alayhisalom masalan namoz o'qib, oyat namoz o'qi deb, mayat o'zi ruku qil deb, mayat sajda qil deb deganning hammasini yig'ib, andekin o'zi bir namozning shakli hosil bo'lgan emasmi? Xuddi shuni qo'shib berish ham bu aslida. Yani shunda olgan taqdirdimi? Yana Qur'onning tili arabcha, lekin bizning Uyg'urcha arasida yine belki bazı farklar bo'lishi mumkin. Lekin %100 Qur'onning o'zi shu deyishning o'zidimi biroz masala chiqarmi deyman bu. Mumkin. Rahmet, nayet yaxshi bizga aydınlattılar. İnşallah Kur'an nuru astida erkin söhbetlerinin 4. bölümünde yine sizler bilen söhbet elip barımız. Kaderlik Fitret TV'nin körürmenleri bugünkü 3. san programımız Mişe'de ahırlaştı. Bizge vakit ayırdığınız için rahmet, selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.